أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 44. Sure Duhan Mekke'de nazil bo'lgan 59 oyat. Nayt şefqatlik, mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Hamim Roşan Kur'an bilan qasam qilaman. Biz Kur'anni haqiqatan muborak kechida, ya'ni Shab-i Qadrda nazil qildik. Biz haqiqatan insonlarni Qur'on bilan ogohlantiruvchi bo'ldik. U kechida har bir hikmatlik, ya'ni hikmatning taqozosi bo'yicha qilingan ish, ya'ni bandalarning rizqi, ajli va boshqa ahvoli ayriladi. Shu kecha qadr qilingan ishlarning hammasi bizning dargohimizdan bo'lgan ishdir. Biz haqiqatan insonlarga payg'ambarlarni avatguchi bo'ldik. Shu Parvardigoringning rahmatidandir. O haqiqatan bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir, ahvolini bilib turg'uchidir. Agar sizlar haqiqiy ishonguchi bo'lsanglar, o osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi narsalarning Parvardigoridir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. O o'likni tirildiradi, tirikning jinini olalaydi. O sizlarning Parvardigoringlardir, ilgirki ota bovonlarning Parvardigoridir. Undaq emas, ya'ni ular haqiqiy ishonguchi emas. Belki ular qiyomatdan shakti bo'lib, haqni istihzo qilib o'ynaydi. Ey Muhammad, sen osmon hamma odam ochiq ko'radigan tutunni keltiradigan kunda ularga bo'ladigan azobni kutgin. O tutun kishilarni o'rib oladi. Bu qattiq azobdir. Ular Parvardigorimiz bizdan azobni ko'tarayotgan, biz haqiqatan iymon keltirguvchilarmiz deydi. Azob ko'tarilib ketganda ular qandoqmi ibrat olsin? Halbuki ularga ro'shan payg'ambar keldi. Shundaq turug'liq ular iymon etmedi. Ondan ular uningdan yuz o'rdi va u o'gitilgan, ya'ni Qur'onni kishilardan o'rgangandir, majnundir dedi. Biz haqiqatan azobni sizlardan ozgina vaqt ko'tarib o'tamiz. Ondan sizlar haqiqatan ilgirki kofirlik holatinglarga qaytib olasizlar. Ularni qattiq tutgan kunimizda cho'qim jazolaymiz. Ulardan ilgari biz haqiqatan Firavunning qavmini sinadik. Ularga esil bir payg'ambar keldi. Musa ularga aytdi: "Bana Allohning bandalarini, ya'ni Bani Isroilni topshirib beringlar. Men sizlarga haqiqatan ishonchlik payg'ambar. Allohga takabburlik qilmanglar. Men sizlarga haqiqatan ro'shan mo'jiz bilan keldim. Men haqiqatan mening Parvardigorim va sizlarning Parvardigoringlarga sig'inib, sizlarning meni o'ltirishinglardan panoh tilayman. Agar menga iymon keltirmasanglar, meni o'z holimga qo'yib etinglar." Musa Parvardigoriga bular gunohkor qavmdir deb duo qildi. Alloh aytdi: "Mening bandalarimni kechida elib chiqib ketgan, sizlar haqiqatan qo'g'linisizlar. Dengizni teptinch, ya'ni sen o'tib bo'lgandan keyin quruq holati bo'yicha qo'ygin. Ular haqiqatan g'arq qiling'uchi qo'shindir. Ular g'arq bo'lib nurg'un bog'larni, buloqlarni, ziroatlarni, chiroyli joylarni qoldirdi. Ular bahramon bo'layotgan ne'matlarni qoldirdi. Shunda qilib, ularni boshqalarga, ya'ni Bani Isroilga meros qilib berdik. Ularga osmonmi, zaminmi yig'ilmadi. Ularga muhlatmi berilmadi. Shak shubhisizki, biz Isroil avlodini xarqug'uchi azobdan, Fir'avn azobidan qutqizdik. Fir'avn haqiqatan mutakabbir edi, haddidan oshquvchilardan edi. Ularni bilib turib, o'z zamonidagi jahon ahlidan ortiq qildik. Ularga, ya'ni tafakkur qilguvchilarga ro'shan sinoq va nurg'un mo'jizlarni ato qildik. Bular yana Quraysh kuffarlari cho'qim aytidi: "Faqat bir liqitim o'limiz, qayta tirilmaymiz. Agar oxirat bor degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, bizning ota-bobolarimizni tirildirib akilib beqinglar." Ular ya'ni mushriklar kuchlikmi yoki tövbe qavmimi? Ulardan ilgari o'tgan nurg'un qavmlarni halok qildik. Chunki ular gunohkor edi. Osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni o'ynab, ya'ni bekorga yaratganimiz yo'q. Ularni biz faqat haq yaratdik, va lekin insonlarning to'lisi buni bilmaydi. Batil bilan haqni ayiradigan kun, ya'ni qiyomat kuni insonlarning hammasining hisobi uchun tayinlangan vaqtdir. O kunda do'stga hech narsaga asqatmaydi. Ular yordamga erishamaydi. Faqat Alloh rahmat qilgan kishi buningdan mustasno. Alloh haqiqatan g'olibdir, nihoyat mehribondir.
Zaqum darxi haqiqatan gunohkorlarning tamoqidir. O eritilgan misdek qiziqdir. O qo'saqlarda qaynoq suvdek qaynaydi. Dozaqqa muakkal farishtalarga uni tutib so'rab dozaqning o'ttirisiga ep beringlar, ondan uning beshiga qaynoq suv quyib azoblanglar deyiladi. Onunğa qarlash va masxir qilish yuzsidan bu azobni tetig'in sen haqiqatan izzatlik ulug' zot eding. Bu azob haqiqatan hayot vaqtinglarda sizlar shaklangan narsalardir deyiladi. Taqvodorlar haqiqatan bexatar joyda bo'ladi. Bog'larda, buloqlarning orasida bo'ladi. Ular qilin, yupqa ipak kiyimlarni kiyib, bir-biriga qarab o'ltirishadi. Ularni turli hurmatlar bilan mushundaq ikrom qildik. Shahlo ko'zli ko'rlarni ularga jup qilamiz. Ular jannatda mayda eg'irlashish va kasalliklardan amin bo'lgan holda xizmatchilardan hamma mevlarni keltirishni talab qiladi. Ular ilgirki, ya'ni dunyodagi o'limdan boshqa jannatda hech qanday o'limni tetamaydi. Alloh ularni do'zax azobidan saqlaydi. Bu Parvardigoringning marhamatidandir. Bu zo'r muvaffaqiyatdir. Ularning vaznasiyat elishi uchun Qur'onni sening tiling bilan osonlashtirib berdik. Ey Muhammad, ularga tushadigan azobni kutgin. Shubhisizki, ular sening halok bo'lishingni kutguvchidir.